Eng arzonida, eng arzon narxda Honda HS5 avtomobili 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinani kraskasi toza ekan, mana shu joyiga yaqinda kichkina fitno tushib qopti. Miatinani chiqarishganda kraskasini ozgina ko'chirib qo'yishgan ekan. O'shaning uchun mana shu joyiga mana shu fitno tushibdi. Atak udar-pudar umuman hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Bemalol tekshiraverasizlar. $1600 diska baloni taqdili, balonlar hali beji turibdi. Laboyda treshinasi bor. 360 kamera, bezkulchovoy dostuplar, tonirovka razрешениялар, slipoy zonalar, panorama tomlar hammasi bor. Kojinli salon holatlari zo'r turibdi. Elektropaket sideniyalar, Abduf Abagirev sideniyalar hammasi bor. Hamma narsasi ishlar ekan, hech qanaqa kamchiligi yo'q ekan. 86 ming bo'libdi probegi. Bu mashinani 150 ming yurganlarini ham ko'rdim. Yaxshi yurib beryapti. Sifati yomon emas. Umuman texnik ishi yo'q. Tinu, hadovoy motorlari zo'r ekan. Bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. HS5 eng arzonida olib maza qilib haydashingiz uchun bu mashinani 17900 ga beraveramiz. Ulgurib qolinglar, bosib yuboringlar.